Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz psixik va jismoniy nuqsonga ega bo'lgan bolalar va kattalarda hayotiy malakalarni shakllantirish va ijtimoiy xizmatlar mavzusi bo'lib, bugungi slaydimiz reabilitatsion pedagogika fanidan hisoblanadi. Ushbu mavzu yuzasidan rejalarimiz mavjud bo'lib hisoblanadi. Rejada jismoniy va psixik nuqsonga ega bo'lgan bolalarning, shaxslarning hayotiy malakalarini shakllantirish. Ikkinchi rejada esa psixik va jismoniy nuqsonga ega shaxslar uchun ijtimoiy xizmatlar. Uchinchi rejamizda esa maxsus ta'lim. To'rtinchi rejamizda psixologik qo'llab-quvvatlash mavzusi bo'lib hisoblanadi. Endi psixik va jismoniy nuqsonga ega bu shaxslarning hayotiy malakalarini shakllantirish deganda biz nimani tushunamiz? Ya'ni ularning o'sha hayot jarayoni, ularning jamiyatda to'liq va faol qatnashishini ta'minlash uchun zarur qobiliyatlar va ko'nikmalarni rivojlantirish maqsad qilgan bo'lib hisoblanadi. Bu malakalar kundalik hayotda mustaqil va muvaffaqiyatli faoliyat yuritish, ijtimoiy aloqalar o'rnatish, o'zini anglash va emotsional barqarorligini saqlash uchun muhim sohalardan biri bo'lib yordam beradi. Endi jismoniy faollik va fizioterapiya. Jismoniy nuqsonga ega bo'lgan shaxslar uchun jismoniy faollik, ularda mehnat faoliyati va o'sha sog'lig'ini yaxshilash uchun balki ruhiy holat ham bir taraflama yordam beradi. Jismoniy mashqlar va fizioterapiya mashg'uloti orqali motorik ko'nikmalar, ularning mayda va umumiy motorikasini rivojlantirishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi. Endi jismoniy mashqlar oddiy jismoniy mashqlarni bajarish ham ularga muvozanat, tezkorlik va kuchni oshirish. Fizioterapiyada esa shaxsning jismoniy holatini yaxshilash va nuqsonlarni kamaytirish uchun individual reabilitatsiya dasturlarini ishlab chiqish bo'lib hisoblanadi. Xo'p, bundan tashqari bu jismoniy va psixik nuqsonga ega bo'lgan shaxslar uchun ijtimoiy xizmatlar bizda qanchalik yuqori. Psixik va jismoniy nuqsonga ega bo'lgan shaxslar uchun ijtimoiy xizmatlar ularning hayot sifatini yaxshilash, jamiyatda o'z o'rnini anglash, tajriba ortish, ijtimoiy integratsiya imkoniyatlarini yanada kengaytirish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Bu ushbu slaydimizda reabilitatsiya va fizioterapiya xizmatlari, psixologik qo'llab-quvvatlash xizmatlari haqida yanada keng yo'ritirilgan bo'lib hisoblanadi. Psixik nuqsonga ega bo'lgan shaxslar uchun psixologik qo'llab-quvvatlash ularning ruhiy holatini yaxshilash, ularni jamiyatga moslashishiga yordam beradi. Psixologik xizmatlar shuningdek ularning o'z-o'zini anglashiga, emotsional barqarorlikka erishishlariga, ijtimoiy faoliyatlarga ishtirok etishlariga yordam beradi. Psixologik maslahatlar va psixoterapiya esa boshqalar bilan muloqotga, jamiyatga kiritishga, stressni kamaytirishga, o'zini anglashga yordam beradi. Stressni boshqarish, xavotirni kamaytirish, emotsional salomatlikni yaxshilash va o'zini qabul qilishni ta'minlash uchun maxsus mashg'ulotlar yoritish lozim bo'lib hisoblanadi. Endi psixologik va jismoniy nuqsonga ega insonlar uchun kasb-hunar o'rgatish, ularni ishga joylashtirish juda ham muhim bo'lib hisoblanadi. Ya'ni psixik va jismoniy nuqsonga ega shaxslar uchun kasb-hunar ko'nikmalarini o'rgatish, ularni mehnat bozoriga integratsiya qilish asosiy vositalardan biri bo'lib hisoblanadi. Kasb-hunar o'rgatish orqali ularning iqtisodiy mustaqilligini ta'minlash, jamiyatda faol qatnashishini qo'llab-quvvatlash muhim bo'lib hisoblanadi. Kasb-hunar o'rgatish maxsus kasblar, hunarlar, masalan, san'at, qo'lda yasaladigan yoki qo'lda ishlanadigan hunarmandchilik, haykaltaroshlik, oshpazlik kabi kasblarni qator sanab o'tishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi. Ijtimoiy integratsiya va yordam xizmatlari uchun esa ijtimoiy xizmatlar psixik va jismoniy nuqsonga ega shaxslarning jamiyatda integratsiyasini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bu xizmatlar shaxslarning ijtimoiy aloqalar o'rnatishi, jamiyatdagi faoliyatini yanada yaxshilash uchun yordam beradi. Asosan bu ijtimoiy aloqalarni rivojlantirish uchun asosiy vosita bo'lib hisoblanadi. Ko'ngillilar va ijtimoiy ishchilar tomonidan ko'rsatilgan yordam psixologik va jismoniy qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydi. Endi esa bugungi kunda maxsus ta'lim, maxsus pedagogika va gospital pedagogikaning rivojlanishi asosiy vositalardan biri bo'lib hisoblanadi. Bugungi kunda esa psixik va jismoniy nuqsonga ega yoki sensor nuqsonlarga ega bo'lgan insonlar uchun individual yondashuv, vizual va audio metodlar, amaliy metodlar, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish darslari, nutqni rivojlantirish darslarini ham keltirishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan esa ko'plab
nuqsonga ega bo'lgan insonlar uchun ham maxsus ta'limni o'sha umumiy ta'lim bilan birgalikda integratsiya qilish orqali inklyuziv ta'limni shakllantirish haqidagi qonunlar ham bunga yaqqol misol qilib olishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, psixik va jismoniy nuqsonga ega shaxslar uchun maxsus ta'lim, psixologik qo'llab-quvvatlash markazlari, ijtimoiy xizmatlar tizimi ularni jamiyatda to'liq va faol hayot kechirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishimiz bu har bir insonning muhim vazifalaridan yoki ko'ngilli insonlar uchun ham muhim ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Ijtimoiy xizmatga ijtimoiy ko'nikmalarga ega muhtoj insonlar uchun maxsus ta'lim orqali ularni bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishimiz, psixologik, ruhiy jihatlardan ularni qo'llab-quvvatlashimiz, ularni ruhiy holatini yaxshilashga ijtimoiy reabilitatsiya bu asosiy omillardan biri bo'lib hisoblanadi. Bu tizimlarni samarali ishlashiga erishish, shaxslarni mustaqil va baxtli hayot kechirishlari, jamiyatga to'liq qo'shilishlari uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Shunday qilib, psixik va jismoniy nuqsonga ega shaxslarni har bir shaxsning o'z imkoniyatlarini maksimal darajada oshirish va kompleks yondashuv asosida olib borishimiz lozim bo'lib hisoblanadi. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.